Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana xudo xolasa navbatdagi zakazlarimiz ham ustanobga 100% tayyor bo'ldi. Bu high-tech variant ruchnoy ishlandi. Telali shvilli listlari qalin listdan ishlandi. Ko'rishingiz mumkin. Noshuklari dijonga bilan ishlandi. Yorib xabar qarasizlar. Ton tarafda darvozamiz bor. Darvozamiz ham stilda ishlandi. Telali shvilli svetlari mo'pis svet bo'ldi. Orqalari telefon bo'ldi. Shunday xizmatlarga kerak bo'lgan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Ikki eshikimiz Xiva ustanobga qilmadi. Ustanobgadan yana video uzatib tashlab o'tamiz. Orqalari telefon zakolobka bilan ishlandi. Ko'rib xabar berasizlar. Ko'rganlaringizdek stretcher quribmiz. Biroqdan keyin silmatatib topshirib qaytamiz xudo xolasa. Aynalari Fordoy 2 kat aynalisi bo'ladi. Sonradan keyin hammasini video uzatib tashlab o'tamiz. Pantarab tamom qilib dijonga o'rnatamiz. Birlashkimiz orqali telefon bo'ldi. Bu ishlarimiz Hazarasi ustanobga qilinadi. Xudo xolasa hammasini ustanobdan keyin video uzatib tashlab o'tamiz. Ko'rib boraverasizlar. Shunday xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Xorazm Qoraqalpoq bo'ylab ustanobga dastlabki xizmatlarimiz bor.